Grow, ya'ni o'sish degan challenge boshladim. O'zimga yangi kunlik vazifalar yozib, har kuni bajarib odatga aylantirishga qaror qildim. Endi vazifalarim orasida 1 soat IELTSga oid bilimimni oshirish ham bor. Kamchiliklarimni ustida ishlab bormoqchiman. Telefondan foydalanishni kamaytirsam, aslida juda ham ko'p narsaga ulgursam bo'ladi. Har kuni bittadan podkast eshitishni ham yozdim. Uy ishlarini qilayotganda yoqib qo'yaman. Kecha tashvishli holatimiz ishlashimizga juda ham yomon ta'sir qilishini o'rgandim. Aslida tanangizga bemalol xotirjamlikni odat qilib singdira olarkansiz. Tashvish bu tanadagi emergency mode. Keraksiz paytda ham yo'qolib energiyamizni sovuramiz va natijada foydali ishlarimizga kuchimiz qolmaydi. Boshlash uchun ideal vaqtni kutish xato. Bolamni bog'chaga berib olay keyin deydigan bo'lsam, o'shanda ham bitta bahona topaman aniq. Qo'limdan kelgancha hovliqmasdan harakatlanishga qaror qildim. Sentyabrdan qizim bog'chaga chiqadi. Men esa avgustda IELTS topshirib, sentyabrdan yangi narsalarni boshlayman. Bandlik va kunlik natijalar sizga ajoyib his beradi va har kuni yaxshi kayfiyatda yura olasiz. O'rganish uchun hozirdan boshqa ideal vaqt topolmaysiz. Dushanbadan yangi guruhlarga darslarni boshlayman. Profil shapkasidagi havola orqali guruhlarga qo'shilib oling.